Şinjan divan xumen. Ha, bugungi bu filmni men noyitimi bir eg'ir besiq holat atmoqchi bo'ldim olim jamalim. Burunqidek qamay eg'ir besiq turib nemishqa deganda mush Obida shirkatlar mush yaqinda vakil jangi jidal igispasidagi yaxshi yomonlik bo'lish ketdik biz-ku. Shuni bilan Xo'shal kunlar ichimligiga burundan Mamajar Rosayd akamiz chiqib atgan. Amdi elqi qo'shkezak elqish inimiz chiqmoqchi edi. Rost chiqdimi? Rost bo'ldimi? O'zidan so'raymiz. Ben rast bo'ldi, ichimlikni ko'rdim, ichib baqdim, sen ishonmay o'tirdi-ku, Alloh. Emas, men o'z ko'zim bilan ko'ray dedim. Men Qashqa turib oldim, atiga keldim, yetgan bugun o'zimiz inimiz. Men o'zim so'rsam bo'lamdi. Bo'ldi. Nimani so'rsam bo'ldi. Bo'ldi. Yo'qliga chiqib men boshlab keldim degan faqat. O'zingiz achchiqqa ma'lum bo'lsa. Mush yerda, yuringlar. Yaxshimi? Yaxshi. Mening ismim Subi. Men mana shu o'yinda astrologiya qilaman. Mening azroq fansayim bor. Boshda sizlar balkim anlamagan bo'lishinglar mumkin shu. Aramizda mening bilan Obida orasida azroq bir jangi jidal bo'lib qoldi-ku. Fotolka rasmga chiqarish to'g'riliq. Boshqa bir odam rasm turdi shuning bilan nimishqa degan gap bo'yicha ish qilmaysizlar deb aramizda azroq bir jangi jidal bo'lib qoldi. Kimni chiqardinglar bu fotolkaga qilsam sizlar ishqinglarni dedi shuning bilan. Men ishamadim u gapga. Yolg'on bo'lsam rost deb turib oldi shuning bilan keyin biz o'zimiz paranglashaylik, meni opiringlar qishiga deb shuning bilan men o'zim kelib sizlardan so'rag'il keldim. Mush ishlarning hammasi rostmi? Sizlarni chiqadimi? O'zinglar eshitdinglarmi? O'zinglarni chiqargan fotolkani? Rost. Rost. Agar deyolgan bo'lib qolsa men solimallamanchu. Men sizlarga deb turma boshdan oyoq. Shu mush rost yolg'onligini bilay deb, paranglashaylik deb sizlar bilan tanishib keldim. Hozirroq naqshit olmaymanmi? Balkim olgan bo'lishinglar mumkin u naqshini. G'azab nafrat ozroq ayni xo'p qoldi mening bu qatimcha. Qo'lim fotol kirib qoldi mening. Uningda Mamach akamning rasmi turdi. Tiladim. Nima ish qilmanda olib qoldi degan gapni qilmam sizlar deb. Bu bir o'xshmas bo'lib qopti. Bu bir yangpong fotol ekan, dagay mashtaq chiqdi degan shaklda qilgan fotol ekan to'q. Buni kim akirgandimi demay, tuyuqsiz kirib qoladi. Shuning bilan bu ishlar bo'ladi. Sen o'zing kelib so'rayman sizlar pulda deb shuni kelmam yo'q. Rostgami sen? Rost. Subining kelishda avval rostga o'zim fiqma dedi. Fiqqandan keyin, adiki men avval mush Abdurahmon Altıbat sizni qachon boshlab keldim. Ondan keyin men qayta ash botulkani ko'tarib, avidan qayta bir bormoqchi bo'ldim. O botulka mening qo'limda hozirman. Bo'shanga yig'izab qo'yganman. Ha, rost. Men shu zopingni tatib olib, u yerda bo'shanga yig'ib tiqayotgan. Mashinada bor hozir. Meni inim biltan ekansiz, siz u yerda. Meni inim 2007dan qo'y. Zo'lash ostida demidinglar bu gapni, ha? Yo'q. Rost lekin, ha? Rost. Zo'lagan bos demaydik. Bo'lsa bo'ldi. Sizlarning menga o'xshab g'azab nafrat aniqki. Abdurahmon Altıbat inlerim. Lavhi bilgan ata aytmay boshlab ketish sabab ikki sabab bor. Birincisi aldılan rastmış işlemiş Abdurahman Altıbat inimiz resim düştüm yo'qmi? Buni men ko'rsab ishonmayman o'zi so'rab ishnima dedi. Ishondiqmamdi? Ishondim. Zo'lash ostida deyilmadi cho'qim. İkinci muhim bir ish bor. Agar rost bo'lgan bo'lsa, bo'ldi uchun ikki inim uchun mush xushal bilan tashviqotni men qilgan da'vatgan bo'yapti. Rostmi? Rost. Emasa bolaning oldida Xo'shal kunlar degan bu ichimlikni tashviqotini boshdan oyoq o'zim qilib beraman. Endi men sen poatida qolsam-da teshida masalan bir bana tunishinglar uchrab qolsa, Lavhi degan kim deb so'rsanglar bo'ldi. Shinjang divan xumen. Rost, birinchisi men Shinjangda. Mana men ekran qarab turib deyman. Men o'zim boshda dalayman. Finsi jihatdan demay qolsalar, men birinchiman. Rost. Og'zini o'zimiz chaqab turib, gazini chiqarib ichib, sizlarga yordam o'tam. Yaramagan biz qayta taqshat ko'zmaman, gapim o'tdi. Yerda. andiki puli badimi da'vatdan bo'ldi. Rost, badimi shuni? Badi. Uni shopingni ko'rdim, tatib olib aketman. Herkes esli oldu. Yaxshi. To'g'ri. Aza qilishinglar kerak. Bo'ldi ekan. Ammo bu yerdan chiqib, sharkatga berib, oldin qatam biz bilan paranglashgan ishga dadashva, chaqirib dadashlarni. Shu dadashlar bilan o'tirib paranglashib, sizlar kuzlarga operatsiya rostmi dadashqa? Ochig'im bor mening shu vaqtida. Ko'midinglarmi shu vaqtda zofim qopig'im ochilmadi mening. Hammamiz ko'rib bilibdi. Bir xil bunayfan tortganimda. Majda yaxshi o'qisanlar, u Vanxon degan tonilib 15 kun 20 kunlar tushib ketdi. Men 25 yil bo'ldi o'tadim, o'qsam endi bir o'rinda filanmi. Majda yaxshi o'qisanlar, kallish turib. Yana o'qiganga yetmaydi.